kredit gerekirse kreditleri şartları koşup geçiş yollarını yaratıp fuqarolarning ish bilan ta'minlash bo'yicha bank institutlarida birkaç ishlar olib boriladi. Hozir shu tadbirkorlarimizda muammolar bo'lsa, shular bilan yordam ko'rsatib yoki shu tadbirkorlarimizga kreditlar kerak bo'ladigan bo'lsa, gerovsiz kreditlarimiz bor, bizning qo'llab-quvvatlash bo'yicha 100 millionlik gerovsiz kreditlarimiz bor, 300 millionlik garov bilan ta'minlangan. Fuqarolarimiz kreditlarimiz bor, 10 millionlik hech qanday to'lov faqat savdoda o'zini bankisa ijtimoiy soliq to'laydi. Bunlarning kreditlarimiz bor. Mehnat qarzlarimiz bor, 100 millionlik. Kafillik bilan garovlar, ipoteka kreditlar bor, birlamchi, ikkilamchi. Ipoteka kreditlar ikkilamchi, masalan, turar joylarni sotib olish uchun. Turar joy. Lekin unda bundan yeri daromad bo'lishi kerak, oylik bo'lishi kerak. Hozir sotib olgan joy nima bilan? Garov. Birlamchilari bor, birlamchilar shu tumanlarda 2 yildan oshib ketgan qurilganmi, 5 etajdan kam bo'lgan ko'p uylar birlamchi hisoblanadi. Bular imtiyozli beradi. Yani ikkilamchilarda 24-26% dan berilsa, umuman 18% dan beriladi. Plus subsidiya ham bo'lsa, subsidiyani qo'llash mumkin. Subsidiya yo'qolmada subsidiya ham bo'lsa, xabarnomasi bo'lsa, uni ham qo'llab beradi. Subsidiya 30 million davlat to'lab beradi. 5 yillik 18% ma'lum foiz to'lab beradi.